Assalomu alaykum hurmatli obunachilarim. Fasad qismingizda remont qilmadingizmi? Aynan bu videomiz sizlar uchun remontga bitta baho berib qo'yiladi. 3D g'ishcha fasonda bo'lgan. Bu hovlimiz 3 xil fasonda bo'libdi, lekin juda ham chiroyli chiqdi. Trainchining eng so'nggi rusumdagi fasonlardan sizlarga qo'yib boraman, baho berasizlar. Aziz do'stlar, bu fasad qismimizning kattaligi 150 kvadrat degan, ko'rib turayotganingizdek juda ham chiroyli holatda ustakilarni bitkazib berishibdi. Ichkarilar bilan bitta baho bersalaringiz bo'ladi. 3D va romik fasonda bo'lgan bitta asosiy joyda 3 xil fasonda urib berishibdi ustakilar. Xo'p, 10 kun ichida bitgan mana shu 150 kvadratdek fasad qismimiz yaltirashlarga baho beriladi. Vobshe oynada yaltirayaptimi, yo'qmi deb. Bir dona laklarni aymaydi. Bu devor xuddi mashina polirovka qilinganda polirovka qilinadi. Hozir полностью laklari uriladi. Mana shunday holatgacha 10 yilgacha turib berar ekan. Mujat qismlaringiz agar 12 ta viloyat bo'yicha xizmat ko'rsatsa, sizlarning ham fasad qismlaringizni o'sha chiroyli narxlarda bitkazib berishadi. Kvadrat metrlariga kelsak, 1 kvadrat metri $8 dan boshlanib to $12 gacha. Bu fasad qismimiz $10 dan bo'lgan. 1 kvadrat metri ustaqi, material, hamma narsasi ichida. Mujat qilasizlar, albatta sizlarning ham hovlaringizni o'sha chiroyli narxlarda bitkazib beradilar. Общий summasi 150 kvadratlik fasad qismimizda $1,5 ga bitgan. Aslida bemalol ustalarga murojaat qilasizlar, sizlarning hovlaringizni o'sha chiroyli holatda bitkazib beradilar. Kattaligini qaranglar, ustaqi, material, hamma narsasi ichida $1,5 ga bitgan.